Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana O'zbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun like bosib qo'yishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. UFC sobiq chempioni Daniel Cormier Ramazon Temirovga yuqori baho berdi. Uning gaplari: Ramazon Temirov ajoyib taassurot qoldirdi. Men anchadan beri bu vaznda shunday nokautli kuchga ega sportchini ko'rmagandim. U nafaqat kuchli zarbaga ega, balki istalgan raqibini o'chirib qo'ya olishga qodir. Stiv erkak bilan jangda u birinchi raunddayoq kuchli raqibni nokaut qilib, buni isbotladi. Bu nokautdan keyin jangni to'xtatish emas, toza nokaut edi. Agar Temirov shunday usulda davom etadigan bo'lsa, divizionda istalgan raqibga jiddiy muammo bo'la oladi, deya fikr bildirgan Daniel Cormier. Bu paytda bo'lsa, yarim og'ir vaznda ham UFC reytingi yangilandi. Bogdan Guskov top 10dagi o'rnini saqlab qoldimi? Abu Dabida o'tgan UFC Fight Night 282 turniri natijalaridan kelib chiqib, dunyoning eng kuchli ligasi reytingi yangilandi. Jumladan, yarim og'ir vazn toifasi reytingida ham kichik bo'lsa-da o'zgarishlar kuzatildi. Divizionning sobiq chempioni Magomed Ankalayev 2-o'rinni saqlab qoldi. Rossiyalik jangchiga 5-raundda texnik nokaut evaziga yutqazgan Bogdan Guskov ham 9-o'rinda o'zgarishsiz qoldi. Bu hozircha yaxshi yangilik. Bu UFC'ning meta reytingi hisoblanadi. Tashkilotning media reytingi esa Magomed Ankalayevni 1-o'rinda band etgan, Bogdan Guskovni esa 9-o'rindan 10-pog'onaga pastlatgan. Hamyurtimiz amerikalik Dominik Reyes bilan o'zaro o'rin almashib qolgan. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimizga omad tilab qolamiz. Bu paytda bo'lsa, Islam Makhachev Conor McGregordan ko'nglim qolyapti. Max Holloway ustidan g'alaba qozongan taqdirda Conor McGregor UFC yarim o'rta vazn toifasidagi chempionlik kamari uchun da'vogar bo'lishini rejalashtirgan edi. Divizionning amaldagi chempioni Islam Makhachev irlandiyalik aralash yakka kurash ustasining jarohat tufayli jang atigi 69 soniyada yakunlanganidan afsusda. Uning gaplari: Rostini aytsam, bunga achinyapman. Max uni yengishini bilar edim, lekin hammasi bunchalik tez birinchi raunddayoq, ya'ni birinchi daqiqadayoq tugashini kutmagandim. U 5 yillik tanaffusdan keyin qanday jang qilishini ko'rmoqchi edim. Ochig'i, hammasi shu tarzda yakunlanganini ko'rish menga yoqimsiz bo'ldi, dedi Makhachev Complex Sports nashriga bergan intervyusida. Avvalroq tizzasidan payalari va meniskiga jarohatlab olgan Conor McGregor 1 yildan so'ng Las Vegasdagi xalqaro jang haftaligida qaytishni va tashkilot bilan amaldagi shartnomasi bo'yicha so'nggi jangini o'tkazishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. U buni so'nggi raqs deb atadi. Islam Makhachev 15-avgust kuni Filadelfiyada bo'lib o'tadigan UFC 330 turnirining oktagonga qaytadi. Turnirning markaziy jangida u irlandiyalik Yan Machado Gari bilan to'qnash keladi. Qadrli do'stlar, aynan siz nima deb o'ylaysiz? Yan Machado Gari va Islam Makhachev o'rtasidagi jangda kim yutadi deb o'ylaysiz? Shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Joaquin Buckley UFC turnirining asosiy jangida oktagonga chiqadi. Nursulton Ro'ziboyevga faoliyatidagi yagona mag'lubiyatni taqdim etgan yarim o'rta vazn toifasidagi amerikalik aralash yakka kurash ustasining navbatdagi jangi tafsilotlari ma'lum bo'ldi. Joaquin Buckley kanadalik Mike Melotoga qarshi oktagonga ko'tariladi. Ushbu jang 17-oktyabr kuni Kanadaning Edmonton shahrida bo'lib o'tadigan UFC Fight Night 291 turnirining asosiy voqeasi bo'ladi. Jang tashkilot matbuot xizmati tomonidan rasman e'lon qilindi. Balki ketma-ket ikkita mag'lubiyatli seriya bilan kelmoqda. U hakamlarning yaqtin qaroriga ko'ra Kamaru Usman va Shon Brediga imkoniyatni boy bergan. Mike Mellot esa aksincha, joriy yilning aprel oyida o'zining ketma-ket 4-g'alabasini qo'lga kiritdi. U UFC'ning yarim o'rta vazn toifasidagi sobiq chempionlik kamariga da'vogar Gilbert Burnsni 3-raundda texnik nokaut evaziga mag'lub etgan edi. Ayni damda Joaquin Buckley va Michael Mellot tashkilotning yarim o'rta vazn toifasidagi media reytingida mos ravishda 10 va 12-o'rinlarni egallab turibdi. Hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevning Michael Page'dan keyingi raqibi aynan Joaquin Buckley bo'lishi to'g'risida Nursulton Ro'ziboyev intervyu berganda, aynan mana shu intervyu davomida men Joaquin Buckleyga qarshi revansh jangni o'tkazishga tayyorman. Aynan mana shu jang men uchun kerak. Juda ham ko'p odamlar meni aynan mana shu mag'lubiyatimni juda ham ko'p gapirishdi. Men esa buni g'alaba bilan isbotlab qo'ymoqchiman, deya fikr bildirgandi. Qadrli do'stlar, agarda hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev mana shu Michael Page'ni mag'lubiyatga uchratgandan keyin aynan oktagonning o'zida turib
Xoakin Bakliga vizif tashlash haqida ham gapirdi. Nima deb o'ylaysiz do'stlar, hamyurtimiz Michael Page ustidan g'alaba qozonib Xoakin Bakliga qarshi vizif tashlay oladimi? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va agarda revansh jang bo'ladigan bo'lsa, kimni favorit deb bilasiz? Yana Xoakin Baklimi yoki Nursulton Ro'ziboyev? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Uzbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.